Assalomu alaykum. Hurmatli aziz birodarlarim, yaqinlarim, mani tanimagan do'stlarim. Hammanglarni yaxshi ko'raman. Hammanglar sog'-salomat yashashinglarni xohlayman. Tinchlik bo'lsin, xotirjamlik bo'lsin, urush janjal bo'lmasin. Hammanglar yaxshi yashanglar. Sog'-salomat yashanglar. Endi men kecha bittasi menga anaqa mana bu telefonni ichida nima to'g'risida gapirdida hozir. Professor Mirzakarim Norboyev. Har qanday odam uy sharoitida qon tomirlarini tozalashi va salomatligini hamda umumiy ahvolini sezilarli darajada yaxshilashi mumkin. Bu tozalash gipertoniyaga qarshi kurashish, pensionerlardagi 9 ta surunkali kasallikni davolashga yordam beradi. Tabletkasiz 120 yoshgacha yashashi bu mumkin. Deyapti-da. Professor shunaqa gapiryapti, to'g'ri gapiryapti. Agarda tabletkasiz uyingizda o'zimizni Allohimiz yaratgan, tabiatda yaratib qo'ygan. Agar bu zarar bo'lganda uni yaratmas edi. Lekin bundan foyda ko'radiganlar ko'p. Tabletkasiz ko'knorini uyda, uy sharoitida haligi ko'knoramda qilib dumaloq bo'lib, haligi lola gulga o'xshab bundoq o'sib xunchi qiladigani, uni po'chog'ini quriganini olib, choy damlab ichsangiz, misol uchun bitta donasini to'rga bo'lib, to'rdan bir bo'lagini bir cho'gimga qaynatib, shuni ichib yursangiz, mana choyda, quruq choy o'rniga ko'knoridan xuddi ko'k choyga o'xshaydi. Ko'k choy ta'mi qanaqa bo'lsa, xuddi shunaqa alginta taxirroq ta'mi bo'ladi. Lekin yog'i bor. Qilganingizda yog'i nima qilib turadi. U hech kimni kasal qilmaydi yoki bir narsa qilib, bir anaqa narkotik boshini aylantirmaydi. Qonini tozalattiradi. Aniqa professor to'g'ri aytibdi, qonini tozalaydi. Tabletkasi shuni. Agar topolmasangiz, unda tabletka olish kerak. Tabletka bilan ishlash kerak. Bu endi tabletkani aytibdi-da, endi tabletka ham anaqa mumkin deyapti, tabletkani. Qarang. U ham gapiryapti-da. Buyurtma uchun 100% chegirma bepul deyapti. Mutaxassislarni telefonini beryapti, ular menga telefon qilyapti. Ben anaqa yozdim, familiyamni yozdim, ismi sharifimni yozdim, yozgandan keyin telefon nomerlarimni yozdim. Ular menga zaявка beryapti. Mutaxassislar 55 518 23 08 55 515 81 34. Ular ketma-ket bezovta qilishyapti. Amaki, zakaz berdingiz-ku, zakazni olmaysizmi deyapti. Voy, bepul deb yotilgan-ku desam, yo'q, voy, nima 1 300 dan boshlanar ekan. 6 oylik kursulik chaynasi bor ekan. 7 kunda sezilarli darajada o'zgarish his qilar ekanman. Undan keyin yana sotib olar ekanman. Hozir arzon narxigini olar ekanman. Keyin yana sotib olar ekanman. Undan keyin 6 oylik licheniyasi boshlanar ekan, davolanish boshlanar ekanman. Professor ham pul qilyapti, ham odamlarga yordam beryapti. Aqlinglarni yig'ib olinglar deyapti. Ular endi davolash kursini haligi mutaxassis shunaqangi chiroyli qilib tushuntirib beryaptiki, go'yoki agar men hozir ichmasam o'lib qolaman. Xuddi anaqa professor Ishonovga o'xshagan.
ishonib ham man hammanglarni o'ylayman, hammanglar uchun qilaman deb uni ham narxi 1.600.000, 1.700.000 tabletkalarni sotdi. Shunchalik ko'p tabletka sotib oldimki, u xuddi Trimolga o'xshaydi. Trimolga o'xshaydi. Trimolni ichasiz. Mana hozir men ko'rsataman. Hamma yog'im apteka bo'lib ketgan meni. Dorixona bo'lib ketgan. Voy, onangning birini. Ja qizuvdi hayotda. Hayot qiziq. Mana bu tabletka Trimol. Bosh og'rig'ini. Buni ichishingiz bilan boshingiz og'rig'i to'xtaydi. Bu ich ketadi. Agar qorningizdan ichingiz ketmasa, buni ichsangiz ich ketadi. To'g'ri, bittasini, ikkitasini ichsangiz ham bu ta'sir. Mana bunaqa siylasi bor. Endi ishchanib, bulbulingizni turg'azadi. Ishqibozlik qilib, shunaqangi chiroyli, shunaqa siz o'zingizni odam his qilasiz. Ayolingizni oldida o'zingizni baquvvat tutasiz deb mana pros Tax deydi, ma'nisi bor. Endi hammasini otlarini bilmayman, o'qishni. Lekin bular menga reklama qilishadi. Reklama qilgandan keyin har bittasi 3 tadan olaman, sertifikatlarini beradi. Tabibga, ya'ni tabibda ham bir asal berdi. Asal berdi, mamlakat qilib tayyorlab berdi tabib. U ham bordim, tabibga ham bordim. Keyin mamlakat dorilar oldim. Bular bir xil mamlisi. Men bu anaqa nima edi? Anaqa otlarni bilmayman hech qilib. Birisi ham shunaqa dorilar. Mana qarang. Men ichim anaqa bo'lib ketdi, apteka bo'lib ketdi, apteka. Endi mamlisida ham oldi, ana siyla mamlisi bo'lsa kerak. Mamlakasi ham bor. Bulbullar turg'izadi. Lekin men bu asali haqiqatda mana asali anaqa turetskiy asaldirkan, u ham yo'q. Zo'r reklama qilishadi, lekin reklamada bular shunaqa narxlarni qo'yishadi. Bitta mamlisi anaqa bir xil narxi. Esimda yo'q, hech puldan olganman, lekin buni 3 tasini oldim, uchalovida ham foydasi ko'p bo'ldi unda. Haqiqatda. Xuddi Trimolga o'xshaydi. Yordam beradi. Lekin hamma pul qilar ekan. Mana Ko'knoridan ham rosa pul qilishadi. Xalqqa hech narsa bermaydi. Xalq davolanish istaydi. U faqat hamma narsaga dori. U agar Ko'knorini uyingizda bitta to'yda gulda qilsangiz, prezidentimizdan so'ragan edim, prezidentim xalqingizni hammasiga ruxsat bering, bir dona to'y uyda ekishga, undan narkotika bo'lmaydi deb. Menimcha hamma davo shu yerda bo'lsa kerak, hamma uchun kerak bo'lsa kerak. Organ xodimlariga ham kerak. Hammaga kerak-da, endi hammasini nomini aytolmayman. Mana shunaqa. O'ylab ko'ringlar. Xohlasanglar qilinglar, xohlamasanglar qilmanglar. Buni ziyoni yo'q. Ziyonini ko'rsatib bersin, ziyonini. Lekin to'g'ri, uni pul qiladiganlar uchun zarari bor. Xalq uchun zarari yo'q. Xo'p, mayli. Hammanglar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ko'p yil yashashinglarni xohlayman. Uzoq umr ko'rishinglarni xohlayman. Bir piyolasi shamollashib qoldiradi. Shuni aniq bilaman. Isbotlab bera olaman. Xo'p, xayr. Salomat bo'ling. Ota-bobolarimiz yaxshi yashagan. Allohimiz dushman emas-ku o'z xalqiga. Uni anaqa yaratib qo'yib, bir anaqa kayf qilib anaqa qiladigan. Undan oladiganlar, undan masala chiqaradiganlar buni yaxshi bilgani uchun odamlarga zapret qilib qo'ygan. Shunda shunaqa deb tushunaman. Endi biz ham yoshimiz ulug'. Bugun bormiz, ertaga yo'qmiz. Haqiqatni aytamiz, yaxshi tarafini ko'rsatamiz. Bo'ldi. Hammamizga insof bersin. Hammamiz hech kim o'zini tepadan pastga tashlamaydi. Yomon bo'lsa uni qabul qilmaydi.
Agar da'vosi bo'lsa, qabul qiladi. Unga faqat ruxsat bermaydiganlar ko'p. Mumkin emas deydiganlar ko'p. Mumkin bo'lmasa, unga mumkin emas-ku. Senga mumkin emas-ku. Ko'rib boqsin, ichib ko'rsin. Zarari bo'lsa, keyin ichmasin. Foydasi bo'lsa qilsin, foydasi bo'lmasa qilmasin. Kim buni og'zini bo'ylab qo'yibdi yoki nimasini bo'ylab qo'yibdi? Faqat undan pul qiladiganlarga qiyin bo'ladi xolos. Xo'p, xayr, hammanglar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo, dasturxonimiz to'kin sochin bo'lsin. Allohu akbar.